Sergeli mashina bozor keldim. Bugun 3-yanvar. Odam ko'p. Mashinalar ham ko'p. Lekin ko'pchilik okalarimiz chiqishga. Narxlar tushib ketyapti, narxlar bundoq deyishyapti, lekin tushganini ko'rmadim. O'sha turibdi. Menimcha 200-300 dollar oshirishgan yoki o'sha narx. Masalan, mana 2024-yil Premier necha ming yurgan? 28. 28 ming yurgan. Nech pul? Berib yuboradiganingiz. 17.600 ga beraman. Ha yo'q. Ha? Ko'pchilik tushib ketadi, 1,5-2 ming dollar tashiydi degani. 24 ku. Ha, 24, mana tracker 2. Lekin Sijini podogrev plus. oka, narxli masalan qachon tashiydi? O'zi tushib ketadi. Tashiymaydi, oka. Tushmaydi, hali beri. O'sha turibdi narx. Malibu 2018 da bu. Ha. Nech pul? 19.700 oka. 19700. Toza. Bu 204 bu. Atmosferniy, toza. Telefon nomeringiz? Ha. 980 90-chilik 182 23 23-20. Mabodo Malibu bilan tracker kerak bo'ladigan bo'lsa, pastga shunday yozib qoldiraman, lekin narxlar o'sha o'zgarmagan, tushmagan. Bosinglar akalarim.